O'zbekistonda dollar kursi tushdi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Agarda bizning kanalimizda mehmon bo'lsangiz, bizga obuna bo'lishni hamda videolarimiz ostida bir dona like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 15-aprelda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra, dollarning rasmiy kursi 10,77 so'mga tushib 12.969,56 so'mni tashkil etdi. Yevro kursi esa 10,96 so'mga tushib 14.768,44 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli esa 2,58 so'mga ko'tarilib 157,09 so'mni tashkil etdi. Bundan avval dollar kursi 11,95 so'mga oshib 12.980,33 so'm bo'lgan edi. Bu xabarni barcha do'stlarimizga jo'natib qo'yamiz hamda videomiz ostida bir dona like tugmasini bosishni unutmaymiz.